Bugungi videoda Verity va klon urushadi va ikkita klonlar qandaydir reja tuzishadi. Kanalga obuna, videoga like bosinglar, kanalda let's go. Xo'p, videoni ham montaj qilib oldim. Eshik taqlayaptim, ha? Hech kim yo'q. Bu nima bu? Salom, sen kimsan? Salom, men Verityman. Ha, tanidim. Nima xizmat? Qisqasi, meni klon bilan o'rtamizda bahs bor. Qisqasi, klonni menga chaqirib bera olasanmi? Men u bilan urushmoqchiman. Judayam qasosim bor undan. Qanaqa klon yaqinda to'yi bo'ldi-ku. Qanaqa qilib u bilan o'rtalarda bahs bo'lishi mumkin? Yo'q, u emas. Uni o'zini tanishi bor. Agar telefon qilsang chaqirib beradi. Ha, okey, unda ketdikmi? Chaqirib beraman. Hozir bir narsani ko'rsataman, qo'rqib ketmaysanmi? Yo'q, nimadan qo'rqishim kerak? Verity, senga nima bo'ldi? Jin ursin. Yo'q. Sirasi kirish kerak. Yo'q, mamon basharasini qaranglar. Verity, nima bo'ldi? Yo'q, mendan qo'rqma, men senga tegmayman. Men maqsadim faqat klon o'ldirish. Jin ursin, hozir klonga telefon qilib chaqirmasam bo'lmaydi. Bu nima hozir? Verity deydi. Yo'q, keldi. Salom Verity. Klon ham keldi. Yo'q. Klon, mendan nima xohlaysan? Nimaga meni uyimga kelib, oilamni o'ldirib ketding? Ha, endi bildingmi? Endi yetib bordimi? Sen menga qancha yomonlik qilgansan va seni oilang menga qancha yomonlik qilgan. Endimi? Orqasida nima qolsa, umuman tushunmayapman. Men buni bu yozuvlikdan urolmayapman ham. Bu yo'lga o'tinglar, Jin ursin, men bilan basharalarini qaranglar, o'ta darajada batgan Voy, men bu Verityni. Klon, ishon, baribir seni o'ldiraman. Meni oilamni o'ldirganing uchun seni va butun qarindoshlaringni qirib tashlayman. Kerak bo'lsa klon shogirdingni ham, bolalarini, xotinini ham. Qo'lingdan kelganini qil. Ha, qo'rqodu, qochib ketding-ku, mayli. Ertaga kelasan-ku, o'shanda seni aniq o'ldiraman. Verity, o'zi nima bo'lgan? Nimaga klon o'ldirmoqchi bo'lsan? Qisqasi, u meni oilamni o'ldirib ketgan. Ya'ni masxarabozku, masxarabozga qiladi. O'shani o'ldirib ketgan. Hozir to'xtab tur. Yo'q, sen xohlagan payting kichkina bo'lib, xohlagan payting katta bo'lib ketaverasanmi? Ha, shunday. Ha, unda seni kichkinaligingdan foydalanib, seni bolalar o'ngohiga boraman, yur orqamdan. Keyin o'zingga kelib, klonni ham o'ldiraverasan ertaga. Yoki senga yordam berib yuboramanmi? Ha, o'zi sen menga nimaga yordam beryapsan? Tak, o'zi klon bilan ham yaqinmiz, nimaga qolib ketding, yaxki? O'zi biz klon bilan ham yaqinmiz, lekin u hozir sen urushayotgan klon bilan umuman ko'rmaganman ham, yaqin emasman ham, lekin uni shogirdi, ya'ni kichkina varianti bilan do'stmiz, ya'ni u bilan ancha xotiralar qolib ketgan. Hamma obunachilarimiz, anaqilarimiz bilan o'shaning uchun ham u bilan emas, lekin haligi bilan do'stmiz. Mayli, lekin men baribir hammasini o'ldiraman. Kerak bo'lsa seni ham. Nima do'stsan? Ha, baribir ko'rishdik. Verity, baribir seni o'ldiramiz. Cho'rani xon sanabsan. Men sallani hammadan o'ldirib tashlayman. Kerak bo'lsa avlodlar bilan qirib tashlayman. Nima qilsan? Verity, klon, nima qilsan? Nimaga bu yo'lda shaharning o'rtasida urushyotsizlar, chetroq yotib urushsanglar bo'lmaydimi? Klon, sancha asabni buzma lekin. Klon, o'zingiz kichkinasiz. Hozir oyog'im bilan bitta tepsam uchib ketasiz. Sen meni odamimga nima deyapsan? Verity, bu yerga kelganing yomon bo'ldi. Sen bu yo'ldan tirik chiqmaysan. O'shandan ham hozir tegmasimizda oldin ketganing ma'qul. Menmi? Meni o'ldirasizlarmi? Men senlarni o'ldiraman, lo'qlar. Короче, Verity, sen urusholmayapsan, ya'ni nima desam bo'ladi? Senda yetarlicha kuch yo'q, shuning uchun ham men оружие olib keldim. Hozir shu оружие bilan ularni o'ldirib kelaman. Bo'ldi, xo'p, ikkalasini ham o'ldirasanmi? Da, конечно, ikkalasini ham o'ldirib kelaman. Hozir sen shu yerda o'tirib tur, lekin chiqib ketib qolma. Agar chiqadigan bo'lsang, seni o'ldirib tashlashadi. Men bunda ovqat tayyor ko'rinyoch bo'lsa, yersan. Xo'p. Obunachilar, hozir biz qo'limizdagi оружие oldik. Endi klon bilan klonni shogirdini o'ldiramiz. Klonni shogirdini o'ldirmaymiz, sababi u bizga kerak. Ya'ni u bilan videolar olishimiz kerak. O'shaning uchun ham uni yaralab qo'yamiz, lekin ana u katta klonni o'ldiramiz, tushunursan. Ana kelyaptilar. Tak, hozir chaqiraman. Bizadan nima xohlaysan? Bu yerga kelinglar-da, qaranglar. Короче, Verityni o'ldirish yo'lini topdim. Hozir
Veritini uyiga boramiz, ya'ni meni uyimga borib, Arusha bilan o'ldirib tashlaymiz. Mana shu Arushada hozir o'ldirib tashlaymiz, ko'ryapsanmi? Klon. Shunda o'tiramiz deb, "Ma" deb Nursan, anu klonkani. Klon kattasan. Ey ahmoq, klonga nima qilding? Agarda Veritiga yaqinlashadigan bo'lsanglar, seni ham, xotinni ham o'ldirib tashlaymiz. Hozir seni yaralab turaman. O'shuncha ham aralashmanglar. Ma. Nursan bo'ldi. Obunachilar hozir biz endi Veritini oldiga boramiz-da, ular o'lgani haqida xabar berishimiz kerak. Veriti, bo'ldi. Sen hozir olmasang ham bo'ladi. Men ikkita klonni ham o'ldirib keldim. Rahmat senga. Hech qisi yo'q. Nima bo'lsa bo'ldi. Endi men hozir videolarimni montajini qilib bo'lsam, chotki bo'lardi. Bu yo'lga chiq. Yo'q. Veriti, bu yo'lga kelishdi. Tushunursiz, maza yen qanaqa qilib tirildi bular? Yo'q, Veriti menga qara, ular qanaqa qilib tirildi? Tushunursan, men bu eshik ham qanaqa qilib tirildi ular? Nima desam bo'ladi? Ular 3 marta o'lsa, keyin oxirgi marta o'lishi bo'ladi. Nima? Hozir menga aytyapsanmi? Yo'q, senga emas, orqada nimanidir ko'rdim. Oynaga o'tdim. Senga emas. Qarade, shu ishni yomon qilding, lekin o'zingga yomon bo'ladi. Nima, meni qo'rqitmoqchi bo'lsanmi? Mayli, o'tirish yo'da, bu yerda hali yetganli ovqat. Men videolarimni montaj qilishim kerak. Obunachilar, videoga like, kanalga obuna bo'linglar, o'tirish chiqaringlar, yo'qmi? Menga qarab, do'konga borib keldim hozir. Okey, mayli. Unda hozir kelaman, obunachilar. Nimaga menga buyruq beryapti? Yana yo'qmi? Veriti klon, nima qilyapsizlar bu yerda? Tushunursin. Ma. Hammalarni otib tashlayman, bo'ldi. Hammalarni 3-marta otishim endi aniq o'ldinglar. Men hozir bularni hammasini politsiyaga yetib berishim kerak va men chidolmayman. Nimaga o'zi bu Veriti bilan klonni ishga aralashdim? Oyoq qo'lim qaltirib ketyapti. Qisqasi, politsiyachi Veriti degan va klon deganlari meni orqamdan kuzatishyapti. Iltimos, bir nima qiling. Bo'ldi, qarab hal qilamiz.